Yurtdoshlar, hammanglarga assalomu alaykum. Moskva shahrida yurgan, Sankt-Peterburg shahrida yurgan aka-uka, opa-singillar, shu avtobusimizni ichki holatidan sizlarga video olib boryapmiz. Kimda kim Peterdan, Moskvadan Toshkentga ketmoqchi bo'lsa, ekrandagi nomerga обращаться qilaverasizlar. Aka-ukalar, ushbu avtobusimiz xudo xolasa 2,5-3 sutkada raspisiya bo'yicha Sobirahim vokzaliga yetib boradi. Yukka kelsak 40-50 kilo yuk poложено, 60 kilogacha poложено, просто gabaritini katta qilmasdan xichangina qilib olib kelsanglar, yuk xonalariga stop sig'sin, 50 ta odamning yuki bo'ladi. Bu avtobusimizda 51 ta местasi bor. Dokumentida muammosi borlar ham ko'p telefon qilishadi. Aka, просроченный bo'lib qoldi, 1 kunga, 2 kunga, tam chek to'lamadik. Akalar, dokumentinglar 1 soatga ham просроченный bo'lib qolsa ham yo'lda расходinglar bo'ladi. 5-6 ming rublgacha. Shopir akalarimiz bez deport, bez zapret olib chiqib ketadi. Xudo xolasa, zapret Zolotoy koronadan ko'p akalar ham telefon qilib so'rashadi. Akalar, Zolotoy koronadan agarda sizlarni krasniyga chiqarib qo'ygan bo'lsa, biz unisiga javob bermaymiz. Bizning vazifamiz shu mestaga chiqarib odamni Toshkentga jo'natib yuborish. Qolganini umli odamlar, aqlli odamlar yo'lga chiqishdan oldin Zolotoy koronaga telefon qilib bilib olsa bo'ladi o'zini holatini, to'yish. Tak что aka-ukalar, telefon qilib ancha-muncha batafsil ma'lumotlarni olasizlar, shu ko'rib turgan ekranda. Mana akalarimiz kelgan, hammasi ishonib kelgan, telefonda gaplashib ishonib kelgan, hech qanaqa oshiqcha birovga ana bo'lgan yo'q. Mana bir qator so'rab ham o'tamiz xolasiga. Mana brat, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Telefonda gaplashilgan gap bo'ldi, oshiqcha gap bo'lmadimi? Kelib olganingizdan keyin yana 500 so'm ber, 1000 so'm ber, anaqa bunaqa bo'lmadimi? Как есть bo'ldimi? Mayli aka, sog' bo'ling, yaxshi yetib oling, oq yo'l sizga. Aka, assalomu alaykum. Qayerdansiz akam? Jizzaxdan. Yaxshimi avtobus, yoqdimi? Ichki holatlari, komfortlari, zaryadkalarni o'zi ishlatib beradi aka, anaqasini yaqin. Tavsiya qilasizmi boshqa yurtdoshlarga? Sizlarga akalarga, biz O'zbekistonga tavsiya qilasizmi? Sizga ham oshiqcha gap bo'lmadimi? Telefonda gaplashilgan gap bo'ldi xolasmi? Bo'ldi aka. Oq yo'l yaxshi yetib oling akajon. Aka-ukalar, tak что mana ko'ryapsizlar, как есть живой. Kimda kim shunaqa avtobuslarda ketishda bo'lsa, aldanmasdan, to'g'rimi-to'g'ri reysdan avtovokzaldan avtovokzalga to'yish. Mana shunaqa avtobuslarda ketishda bo'lsa, ekrandagi nomerga murojaat qilinglar aka-ukalar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Podpiska bo'lmaganlar podpisatsiya bo'lib qo'yamiz. Bittadan like bosib qo'yamiz. Sizlar joninglar so'ramayapsiz, like xolos bunday knopkani bitta bunday qilib qo'yishga ekranni. Shu salomat bo'linglar akalar.